Oyoqlarim bosamay qoldim. Osilmasam yurolmasdim bu narsaga. Mana hozir qiyshayish bo'lib qoluvdi. Nervim shamolladi deb yuraveribman. Keyin MRT qilsam grij ekan. 5 oy davolandim. Xudoga shukr keldim. Mana operatsiya qildirdim, yengilladim. Bemalol yuryapman. Yaxshi, bunaqa yurolmas edim. Bizning tajribamizda 3000 dan ortiq bemor kecha aytdim. Endoskopik operatsiya qildik. Bemorlarning 95% operatsiyaga keladi, operatsiya bo'ladi, endoskopga javob beradi. Men Yusupova Surayyo Asakadan keldim. Bu kasal bilan o'rganimga 9 oy bo'ldi. 4 oy anaqa nervim shamolladi deb yuraveribman. Keyin MRT qilsam grij ekan. 5 oy davolandim. Etap. Keyin sizlar ko'rib qoldim. Etap uzoq jarayon ekan. Sizlarni ko'rdim, Xudoga shukr keldim. Mana operatsiya qildirdim, yengilladim. Oyoqlarim bosamay qoldim. Bemalol yuryapman. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Juda ham xursandman. Yaxshi ham sizlarni ko'rganim. Mana keldim, yaxshi bo'ldim. Avval qanaqa holatda edingiz? Oyog'im bosamas edi. Osilmasam yurolmasdim bu narsaga. Mana hozir qiyshayish bo'lib qoluvdi. Rahmat doktorlarga, boringlarga. O'zingizga o'xshagan bemorlarga nima deysiz? Kelinglar, mana shu yerga kelinglar. 2 oy yaxshi rejim qilsanglar o'tib ketadi, ko'rmagandek bo'lasizlar. Mana yaxshi, bunaqa yurolmas edim. Xudoga shukr, rahmat. Boringlarga shukr.